Lavlagi bilan asal aralashmasi sizni ko'p kasalliklardan qutqaradi va siz boshqa hech qachon kasalxonaga borishingizga hojat qolmaydi. Bu ichimlik shunchalik samaraliki, atigi bir piyola lavlagi sharbati tanani zararlantirishga, jigarni tozalashga, immunitetni mustahkamlashga, energiya va hayotiylikni oshirishga va ichak salomatligini yaxshilashga yordam beradi. Bu sharbatni qanday tayyorlash kerak? Birinchidan bizga bitta lavlagi kerak. Uni bo'laklarga bo'ling. Keyin zanjabilning bir qismini oling va uni ekranga ko'rsatilgandek kesib oling. Va nihoyat limon sharbatini siqib olib, barcha mahsulotlarni bir stakan suv bilan birga blenderga joylashtiring. Aralashmani bir necha daqiqa aylantiring. 2 hafta davomida har kuni bu ichimlikdan bir stakan ichib yuring. Shirali bo'lishi uchun 1 choy qoshiq asal qo'shing. 2 hafta ichida tanangiz butunlay detoksifikatsiya qilinadi. Jigaringiz o'zini yangidek his qiladi. Aqliy ravshanlik va energiya darajasini ko'taradi va ichak salomatligini keskin yaxshilaydi. Shunga o'xshash kerakli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun profil shapkasidagi kanalga ulaning. Videoni barcha tanishlarga yuborib qo'ying, podpiska va like bosishni unutmang.